4-cü qismi. Qani dağa, sizga zodi nim bo'ldi? Sizni birasi bo'zaq qildimi? O qiz menga javob bermay hadab yig'laverdi. Qarg'anda o qizning boshqa birisiga demaydigan bir dadi bor qilatdi. Bo'ptamsa, so'rasam baribir diyamigdaysiz. Yig'lab ichingiz bo'shaydigan ish bo'lsa, qanguda yig'lab oling. O qiz bir hazo yig'lagandan keyin bir chaqda yig'idan to'xtab, menga eg'iz ochdi. Rostdan desam, men bek ko'p alam tortib, o'lib olmoqchi bo'lgan edim. Lekin keyin yana o'ylab qoldim. Namimga dog'i tushib, nurg'un tuhmatlar, fitna basatlarga duchor bo'ldim. Men mundaqli o'lib ketsam, kumidiganga 4-5 odam chiqqani bilan hech kim meni aslamaydi. Aslisimi shu sesiq fitna basatlar bilan qo'shilib echilgan holatda aslashidi. O'ylab beqing, u chaqda mening o'limim itning o'limichilikmi bo'lmaydi. Shunglashqa yurtni tashlab Urumchidagi cho'ng shaharlarga berib, ish tepib ishlab, pulni ko'plab tepib, o'zimga o'xshash jamiyatimizda dard tortib chiqish yo'li topolmayotgan qizlarni yenimga tortalsam, qaltis yaxshi ish qilolmasammi, ularni cho'ng balo qazolardan saqlay olayman. Shundaq yashasam, hayotim oz to'liq qimmatga ega bo'ladi deb o'ylab, Urumchiga qarab yo'l oldim. Yo'l ustida 25 yoshlar jamisidagi bir yigit bilan birga o'tirib qolibdiman. Kichik turibla beshimdan nurg'un issiq sovuqlar o'tkazga hech qanday ish qarayim yo'q. Cheksiz xiyollarni surgan holda o'tirsam, yigit mendan bir muncha savollarni so'radi. Men uningga 21 yoshga kirganligimni, o'zimning ish izlab Urumchiga chiqib ketayotganligimni dedim. U yana qaytiribla Urumchida tuqqan yoki tanishlarimning bar yo'qligini so'radi. Mening nadimi Urumchida tanish bilishlarim, do'stlarim bo'lsin. O yigitga aynan javob berdim. Buning bilan u yigit o'zining ma'lum bir oliy maktabni bitirib kelib, ma'lum bir shirkatda tashqi savdo ishlari bilan shug'ullanganligini, ota-onasining dam olishga chiqqan peshqadam kadr ekanligini, texi to'y qilmaganligini, odatda cho'nglar bilan birga turdiganligini, uydagilari to'yi uchun elib qo'ygan bir yurish uyi borligini, odatda al-og'inilar bir 2 oyda bir qatim qattiq mas bo'lib qolgan chaqlarda shu uyga opirib qo'nib qoladiganligini deb berdi. U yana Urumchi taraflarda uy ijarasi bekla qimmat. Bekor tursim turg'idek oshqo'shni sizga bersam, shu uyda turing, dedi. Men qandaqmi ma'qul deya olayman. Lekin yenimda uy ijara olg'idek unchola ko'p pulmi yo'q. Lekin shundaqdimi udul kelgan odamning gapiga kirib ketsam bo'lmas. Men shularni o'ylayotganimda u yigit yana "Bak ansirab ketdingizmi nima? Ha, boshqacha o'ylab qolgan bo'lsangiz bo'ldi" demagan bo'lay. Qarasam beshingizga kun tushgandek qiladi. Bu kun hamma odamning beshti bor. Uyimiz bekor tursimi turg'idek, sizni qachon pul topqicha o'ltirib tursin degan, dedi. Men yana rad qildim. İçimda qandaqli bo'lmasin ishlaydigan o'rinlarning yotqi, tamaqi bo'lsa ishlayveray deb o'ylagan edim. Chunki bizning mahallamizda bor akademiyalik biraylarning ayoli bilan Urumchidagi ma'lum bir zavodda yetib qopib, 2 yildak ishlab, xili holanib qaytib kelgan edi. Shunglashqa mening o'ylaganlarim bor edi. Yo'l bekli uzoq bo'lg'achqa u yigit bilan uni buni deyishib vaqt o'tkazgan bo'ldik. Bir chaqda u yigit menga "Bo'ldi, endi men biroz uxlab olay" debla derazaga yo'langanicha uxlab ketdi. Urumchiga hech boradigandek qilmaydik. Men sirtqi qarag'ash derazaga yo'linib uxlayotgan u yigitga qaradim. U yigit nihoyat qamlashgan bo'lib, kiyinishlari shunchalik moda, gaplardan intayin yaxshi tarbiya olganligi chiqib turadi. Uningga qarab, uning bayotin degan gaplarini o'ylab qoldim. Hamda o'zimning shunchola bir oq ko'ngil yigitning yaxshi ko'ngliga yo'q deb javob berganligimni o'ylab, o'zimni ayblab ketdim. Mavdudligimni, nimishq ma'qul, rahmat deb oshqishni olmagandiman. Men baribir to'y qilib, ham yomon atoqliq bo'lib bo'lgan tursam, agar ish topolmay qolsam, men qundig'anga nadiki uy, nadiki pul,
Mavi yigit xo'shallik bilan oshqushni berganda, xo'shallik bilan rahmat aytib olgan bo'lsam-chu, eshik derizini yem etib o'ltirsammi bo'lardi-ku. Hay, bo'ldilar. Bular ish bo'ldi. Endi qolganini beshimga kelganda ko'rarman. Shularni o'ylab, menmo uyquga ketdim. Bir chaqda kishilarning varang-cho'ronglari bilan uyqum echilib qarasam, Urumchiga kelib bo'ptimiz. Yenimdagi yigit meni azroq bo'lsa uxlab olsin degandek allaqachon uyg'onib ketgan bo'lsa-mu, meni uyg'otmagan ekan. Avtobusdan tushib, u yigitmo menga xayrlik tilab ketib qoldi. Men bo'lsam, zodi qaysi tarafga berishimni uqmay tangirqab turib qoldim. Bir chaqda bir necha shofir oldimga kelib, mening nega borganligimni so'radi. Men ularga bosh chayqabla o'tib ketdim. Hanim bo'lsa, bekat atrofidagi oshxonaning oldida 50-60 yoshlar chamizdagi bir cho'ng odam o'tiribdi. Men u kishiga salom qilib, o'zimning kelish sababini qisqacha aytdim. U odam yoq yurtdan kelibsiz, ishlayman desangiz oshxonamizda ish bor. Qach yeysangiz, tamoq to'ysangiz bo'ldi. Lekin yotoq yo'q. Yotoqni hal qila olsangiz, at ishga tushsangiz bo'ladi, dedi. Men qonalg'u bo'lmag'achqa boshqa bir joylarga berib beqishni aytib, u yerdan ketib qoldim. Urumchiga yetib borgan chog'da allaqachon kech kirib qolgan bo'lg'achqa, kechda qayerda qo'nishni bilmay bekla g'am qilib atatdim. Chunki texi ko'ngildagidek bir ish topmagan edim. Shundaqdimi ishlarimning xayrlik bo'lishini tilab yo'l bo'yidagi yana bir oshxonaga kirib surishti qilib baxtim. Lekin ularning bergan javobim o'xshash bo'ldi. U yerdan qaytib bir tikchilik do'koniga kirdim. Burun mening navra ocham tikchi bo'lg'achqa yozliq ta'tillik vaqtlardan foydalanib, ancha-muncha tikchilikni o'rganib olgan edim. Tikchilik do'koniga kirganimda ular texi oldin qayta odam kam ekanligini, tunugun odam elib bo'lganligini aytdi. Men kaj ta'limimdan og'rinib yana yo'lni davomlashtirdim. Bir chaqda ko'rik ostidagi bozorga kelib qopdiman. U yerda kechlik bozor amdili boshlanib ekan. Qo'rsqum toza oshqon, lekin yenimda 30 necha yuanli pul bor edi. Qo'rsqumning oshqonga qaraganda yaxshiroq biror qonalg'u tepib olish mening eng chong g'amimga aylangan edi. Faqat bahsi muvaffaq biror qonalg'u tepib olsamla, ata kunduzlik vaqtdan foydalanib bir kishilik xizmat tepib olishimga ishonchim bor edi. Men shu xiyollar bilan mashina to'xtaydigan joyda turib qolgan bo'lsam kerak, oldimga bir qancha shofir yugurib kelib, mening nega borganligimni, o'zlarining nega bo'lsa olib qo'ydiganligini talash tartish qilishib ketdi. Biri qo'limdan tatsa, biri qo'limdagi sumkamni tartatdi. Ularning ichidagi bir ishkisi qo'liqimga bir narsalarni deb pichirlashganicha sat yejishib, "Bo'ldi, sizni biz haqsiz olib qo'yaylik. Nega borsiz? Biznikiga chiqing-a?" dedi. Men darhol vaqirmoqchi bo'lib qo'limni kuchab tortib turishimga, biri kelib og'zimni atida mashinaga so'rab tegidek chiqarmoqchi bo'lganda, "Tuyuqsizlar, qo'linglarni tortinglar. Bu nomussizlar" degunicha bir sikilib, u ishkisini urg'uli turdi. Men yerga yiqilib ketgan bo'lg'achqa, bu tunish ovoz zodi kimdi deb qarsam, bu dal Urumchiga berish yo'lida safardosh bo'lgan yigit edi. Shopirlar u yigitni mening tuqqunimkan deb o'ylab qoldimu, oldi-orqa qaramasdan mashinasini haydab ketib qoldi. Men beliqi yigitga eslib yig'lab ketdim. Odam degan ajoyib bo'ladi ekan. O'ziga yaxshilik qilgan biror tunish odammi bundaq paytlarda nihoyat yaqin qarindoshdek tuyulib ketadi ekan. U yigit menga asli uyga qaytib borgandan keyin cho'nglarning necha kunlargacha bozorga chiqib bo'lolmaydiganligini bilib, kechlik bozorga sayko'ktat degandek narsa keraklarni sotib olg'ili chiqqanligini, yo'ldan o'tib ketib etib tuyuqsizlar meni bir necha erning bo'zaq qilayotganligini ko'rib, darhol yetib kelganligini aytdi. U mening texig'icha ish yoki qo'nalg'u topolmaganligimni bilgandan keyin mashinasiga o'ltirg'izib o'zining to'ralg'usiga elib keldi. Uning meni heliqi yovuz erlarning qo'lidan qutqizishi uningga bo'lgan ishonchimni oshirgan edi. Bundaq chaqda uningga ishonmay, menda nima amal? Mening ahvolim shu tursa, uning uyi Davon tarafdagi ma'lum bir aholi o'ltiraq rayonida ekan.
Biz 5-qavatga chiqib, uning uyiga kirgandan keyin u menga uylarni birer qor ko'rsatib qo'yib, pastdagi do'konga tushib, uyga lozimatli narsalarni elib chiqadiganligini, meni bozordan kelish oldida sulyav xaltaga elib olgan issiqin cho'chirni darhol ichib olishimni deb qo'yib, pastga tushib ketdi. Örümchining havosi nihoyat sovuq bo'lib, men tamoqni yeb bo'lgandan keyin badanimga taragan issiqdan mugidab kirisloda yostiqqa yo'linib uxlab qolibman. Bir chaqda uyg'onsam, ustimda yo'ng'adiyal yepiqliq turardi. Men yana oldimdagi ustal ustiga qo'yilgan bir varaq xatni ko'rdim. Xatda u yigit mening ismim Doniyor. Siz so'ramag'ashqa men demagan. Do'kondan chiqqan siz uxlab ketibsiz. Sizni uyg'otqim kelmadi. Tamoq etishga lozimliq tuz qatorliq narsalarni oshxona uyga qo'yib qo'ydim. Yana basay, ko'ktot, go'shtlarmi bor. Ortiqcha g'am qilib ketmang. O'zingizning uyda o'tirgandek xotirjam o'tiring. Uyning ishga ochquchini qo'yib qo'ydim. Buningdan keyin uxlashdan burun cho'qim eshikni ichidan taqashni unutmang. Atlardan sizni yana ko'rgil kelaman deb yozgan ekan. Xatlarni o'qib bo'lgandan keyin ko'zlarimga issiq yosh keldi. Hayotlikning menga shunday oq ko'ngil kishilarni yo'liqtirganligiga ming rahmatlarni aytib ketdim. Men asta o'rnimdan turib eshikni ichidan taqib etdim. Men uyg'onganda allaqachon soat 10 dan echib bo'lgan edi. Avtobusda bir kun degidek o'tirgan bo'lg'ashqa put-qo'llarimning og'riqi texig'ich qo'yib bermagan edi. Shunga harduqimni rosa chiqarish uchun munchaga kirdim. Munchida issiq suv tal bo'lib ketgan ekan. Demak, Doniyor shu qadar ko'nglimni tushundi ekan, ham ko'ngli biladi ekan. Men cheksiz mamnunlik bilan issiq suvda qonig'idek yuyinib chiqib, rahatlanib uyquga ketdim. Ertasiar o'rnimdan turibla nashtimi qilmasdan bozorga chiqib ketdim. Chunki planim bo'yicha chuqur xizmat tepishim kerak edi. Lekin yerim kun aylanib yuribmi, menga muvofiq biror ish chiqmadi. Tushdan keyin dashimin kiyim-kechak to'p tarqitish bozoriga yaqin bir joydagi bir tikuvchilik do'koniga jiddiy ishga 3 nafar qiz tikuvchi oladiganligini bilib do'konga kirdim. Xo'jayin menga bir ishtaning oyoqini kestirib, tikib, dazmollatib sanab boqdi. Ular mening chaqqonligimdan rozi bo'lib, 2500 yuan maosh beradigan bo'lib ishga oldi. Ular menga yana unum maosh beradiganligini eskartdi. Ular mening ertadan boshlab ishga kelishimni taplagandan keyin darhol uyga qaytib keldim. 5-qavatga chiqishimga eshik oldida meni saqlab turgan Doniyorni ko'rib, bakla xijil bo'lib ketdim. U qo'llarida yana 2 sulyav xalta, sayko'ktat, non degandek narsalarni ko'tarib olgan edi. U uyga kirib mening xizmat topolmaganligimni so'radi. Men ahvolni uningga deyishimga u nihoyat xushal bo'ldi. Ondan tuyuqsizla bir ishni yodiga olgandek yanchuqidan 1000 yuan pul chiqarib menga tutqizdi. Men bu pulni qat'iy elishga unmadim. Lekin u sizga qarz berib turg'unim bo'lsin. Qachon oyliqingiz chiqish qiynalib ketasiz deb unmog'inimga unmay ustal ustiga qo'yibla qaytib chiqib ketdi. Uning bu qilganlaridan bakil ta'sirlangan edim. Shunday qilib, shu tikchilik do'koniga ishga tushib ketdim. Tushligi tamoqlanish uchun biror soat vaqt beradi. Atigini kelib olsak, biroqla kashqurun ishdan tushayotdik. Doniyor yana bir muncha narsalarni ko'targan holda uyga kirib holimni so'rab turadi. Hashpash degicha bir oy vaqt bo'pti. Maosh tarqatdi. O'zimdan beri o'ylab kelganim bo'yicha Doniyorga oddiy bo'lsa-mu, soatdan birini elib, sovg'at qilg'ash, ondan qarz olgan yana uy ijarasi qatorida 500 yuan qo'shib uningga berdim. Lekin u faqatla soatni qabul qilib pulni elishga unmadi. Men bakchang turib oldim. Lekin u chuqum olaman, lekin hozir emas. Ahvolingiz sal yaxshilansin. Shu chaqda sizdan yordam so'raydigan chaqlar bo'lib qoladi texi, deb kulib ketdi. Men uning shu qadar oliy janobligiga havas qildim ham suyunib ketdim. Ondan hafta o'tgandan keyin amdi ishdan qaytib kelib yuyinib turganimda biri eshikni chekdi. Men kiyimlarimni aldirab kiyibla, chechimni yog'liqqa yuvigan peti berib eshikni ochdim. Eshik oldida yuzlari mastlikdan qizirib ketgan Doniyor turadi. U menga kulib turib salom qilib uyga kirdi.
Uningdan hadab haroq pivining purqi kelib turadi. Men uning masaltini tunji qatim ko'rishim edi.